Ish tugadi, nima qilamiz endi? Uyga qaytaveramiz sekin. Mayli, farqi yo'q, qaytaraman. Men ham qaytamiz. Voy, Nima bo'ldi? turgan mashina qanaqa ko'rish mumkin? Qanaqa qilib? Uydagilarga nima deyman endi? Qanday turgan mashinani urish mumkin? Qayerga qaray turuvdingiz siz? O'rtoq qo'polashmaga mehmon ekanlar. Inspektor Abdurahmonov. Hujjatlar joyidami aka? Aka, hamma hujjatlarim joyida, hozir ko'rsataman aka. Jo'ra, meni hal qilmasak bo'lmaydi, men uyga kira olmayman. Ya hozir hujjatlarni tekshiraylik-chi. Bo'ldi, tekshiring. Mana komandir hujjatlarim. Hamma hujjatlaringiz joyida ekan, sug'urtangiz bormidi? Bor, komandir hammasi bor. Qaraysan Abdurahmonov, avariya bo'libdi bu yoqda. Men qayerdan bilay, xizmatda emasman-ku. Sani men hali uyga ketmading? Endi ketmoqchi bo'lib turuvdim. Akajon, zominga mehmonman-da. Manzarasiga xayolim ketib qopti-da, aka, rol boshqaruvni yo'qotib qo'ydim akajon, ming bor uzr. Abdurahmonov mehmon ekan. Hujjatlar joyida bo'lsa amaliy yordam bergan. Komandir, baraka topingizlar, tushunganlaringiz uchun katta rahmat. Zomindan hali hech kim xafa bo'lib ketmagan. Xo'p bo'ladi. Keyin uyga ketgan. Sug'urtangiz bo'lsa, Yevroprotokol bo'ladi. Sani ham ishing tez bitadi, sizniki ham tez bitadi. Hozir telefon qilib chaqirib beraman. Hujjatlaringiz hammasi joyida bo'lsa, o'zimiz rasmiylashtirib beramiz, rasmiylashtiring. Yo'l transport hodisasi oqibatida avtomobilga yetkazilgan zararni o'zimiz baholab beramiz. Akajon, ming bor uzr endi. Ishimiz mana oson bitta aka, hammasi yaxshilikka. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydi, yasha va cha-cha.